Voyaga yetmaganlarga avtomashinani boshqarishga berganlik uchun avtomobil musodara qilinishi yoki vaqtincha olib qo'yilishi mumkin. 11-iyun kuni prezident huzurida bo'lib o'tgan taqdimotda yo'l transport hodisalarining oldini olish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Ayrim fuqarolar tomonidan voyaga yetmagan shaxslarga transport vositasini boshqarishga ruxsat berilayotgani, bu esa yo'llarda o'lim va jiddiy jarohat olish holatlariga sabab bo'layotgani qayd etildi. Shu bois yangicha yondashuv asosida yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini ta'minlash, og'ir oqibatli avariyalarning oldini olish, buning uchun javobgarlikni kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Prezidentga kiritilgan taklifga ko'ra 5 ta turdagi qo'pol qoidabuzarlik bo'yicha avtomobilni vaqtincha olib qo'yish chorasi joriy etiladi. Bular: voyaga yetmaganlarga transportni boshqarishga berish, noqonuniy poyga tashkil etish va unda ishtirok etish, tungi vaqtda yuk mashinasini yo'l chetiga tashlab ketish kabi qoidabuzarliklar uchun alohida ma'muriy javobgarlik joriy etiladi. Transportni boshqarish huquqiga ega bo'lmagan yoki mahrum qilingan shaxs sodir etgan yo'l bezorligi uchun qo'shimcha ravishda avtomobilni musodara qilish yoki vaqtincha olib qo'yish jazosi joriy etiladi. Avtomobilni mast holda boshqarganlik uchun 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi tayinlanadi. Qo'pol qoidabuzarlar uchun jarimani chegirma bilan to'lashga 1 yillik cheklov joriy etiladi. Voyaga yetmaganlarga transportni boshqarishga berish, tanaga shikast yetkazish, inson o'limiga sabab bo'lganda to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortish taklif qilinmoqda. Davlat rahbari ushbu takliflarni ma'qulladi. Ana shunaqa gaplar. Ushbu videoni avtomashinasi bor bo'lgan hamma yaqinlaringizga hoziroq yuboring, ularni xabardor qiling.